muttafaqun alayhi bo'lgan hadis bor. İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilgan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Mana Rasululloh alayhisalom aytibdilar. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, silay rahim qilsin deb. Qarindosh urug'iga yaxshilik qilsin, aloqasini tiklasin. Agar kim iymon keltirgan bo'lsa deyaptilar-da. Boshqa gap yo'q bu yerda azizlar. Bu hammamiz uchun nuqta qo'yilyapti, tamom. Allohga iymon keltiramizmi? Qiyomatni haq deb bilamizmi? Qarindosh urug'chilik aloqasini tiklaymiz. Boshqa uzr sig'maydi bu yerda. Nima qilay endi, o'zidan o'tdi-da, menga ko'p o'tkazib yubordi-da, menga u qildi-da, menga bu qildi-da degan gaplar bu bizning nafsimizning gaplar. Musulmon odam bu gapni o'rtaga qo'ymaydi. Musulmon odam mana bu hadisni o'rtaga qo'yadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir deydi. Allohga iymon keltirib, qiyomatga iymon keltirdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunga buyurdilar, mana shuni qilishga majburman deydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari shunga namuna edilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Estaizu billahi innalloha ya'muru bil adli val ihsan va ita'i zil qurba va yanha 'anil fahsha'i val munkar val baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Albatta Alloh taolo sizlarni adolatga buyuradi deb oyatda. Bizga buyurayotgan ishlar birinchi ya'muru bil adl, adolatga buyuradi. Adolat bu to'g'ri xulosa qilish. Hamma narsada adolat bo'lish kerak. Oilada ham, xizmatda ham, ishimizda ham, hamma narsada adolat bo'lish kerak. Shuni Alloh bizga aytayapti. Innalloha ya'muru, albatta Alloh sizlarni buyuradi adolat qilishlikka va ezgu ishlarni, yaxshilik ishlarni qilishlikka va qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka buyuradi. Va buzuqchilik, fahsh, yovuz ishlar va zulmdan qaytaradi. La'allakum tadhakkarun. Shoyatki eslatma olsalaringiz deyapti Alloh taolo. Demak, mu'min kishiga Alloh buyurayotgan narsasi mana shunaqa adolat bilan turishligi, yaxshiliklar qilishligi va bu yerda ham Alloh oyati karimada qarindoshni eslatib o'tyapti. Dinimizda qarindosh urug'chilikka yaxshilik qilganlarga bo'ladigan bir nechta foydalar bor ekan. O'sha foydalarni sizlarga aytib bermoqchiman. Silay rahim jannatga kirishga sabab bo'ladi. Sahobalardan bir kishi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga bir ishni o'rgating, bir amalni o'rgating, shuni qilsam men jannatga kiray." Qanday qilib jannatga kirish so'rayaptilar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki: "Ta'budulloha" dedilar. Allohga ibodat qilasan, Allohga bandalik qilasan jannatga kirmoqchi bo'lsang. La tushrik bihi shay'a. Allohga hech narsani sherik qilmaysan, ya'ni shirk keltirmaysan. Hech narsani. O'zi Alloh Qur'onda ham o'ziga ibodatga buyursa, orqasidan shirk keltirmaslikni qo'yadi-da. Shirk juda ham ehtiyot bo'ladigan narsa. Allohga ibodat qilasan, unga hech kimni sherik qilmaysan va tuqimus sola, namoz o'qiysan va tu'tiz zaka, zakotini berasan va tasilur rahim. Qarindosh urug'ingga yaxshilik qilasan, silay rahim qilasan. Qarang, jannatga kirgizadigan amallarning ichiga buni ham qo'yapti. Mana o'sha narsa, Allohga ibodat qilasan, unga hech kimni sherik qilmaysan deyaptilar. Ibodatingni qilasan, namozingni o'qiysan, zakotini berasan va qarindosh urug' bilan yaxshilikni qilasan. Ana keyin jannatga marhamat deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom.